Barchaga assalomu alaykum. Kartoshkadan turli taomlar tayyorlanganini ko'rsataman azizlarim sizlarga. Kartoshkadan albatta taomlar tayyorlab ko'ring. Kartoshkadan judayam ko'p taomlar tayyorlasangiz bo'ladi. Undan keyin kartoshkani yerda xohlagan joyida topsangiz bo'ladi. Yana ham bilmadim. Men o'zim bilganimcha gapiryapman. Yerda xohlagan joyida menimcha kartoshkani topsangiz bo'ladi. Kartoshkaga bir yerlarga borib taomini iste'mol qila olmasangiz, kartoshkani qaynatib, ichiga xohlagan narsangizni aralashtirib qovurib olsangiz ajoyib taom bo'ladi. Qaysidir davlatda odamlar taomlarni yeya olmaydi. Shuning uchun lekin kartoshkani xohlagan joyingizda, xohlagan uslubingizda tayyorlab bemalol yesangiz bo'laveradi. Birinchi navbatda kartoshka odamni ozdiradi, ozishiga yordam beradi. Ozadiganlar non o'rnida bemalol kartoshkani iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Kartoshkani qaynatib, tuxumga aralashtirib, xohlasangiz sirga aralashtirib, qovurib, xohlasangiz duxovkaga qo'yib yesangiz qorinni to'q tutadi, odamni semirtirib yubormaydi. Bu o'zimning tajribam bilan kelib chiqib gapiryapman. Azizlarim, kartoshkadan ichiga zelen solib, ichiga nima deydi, sabzavotlar solib, xohlagan taomingizni tayyorlasangiz bo'laveradi. Kartoshkani odam organizmiga foydalari judayam ko'p. Men ayniqsa mana bunaqa kartoshkani kotletini judayam yaxshi ko'raman. Bu meni eng sevimli taomlarimdan bir donasi. Kartoshka kotlet ko'pchilik eshitib hayratga tushadi. Kartoshkadan ham kotlet bo'ladimi deb. Albatta tayyorlab ko'ring. U judayam nima desam mazali, uni ham o'zgacha bir ta'mi bor. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Nima xohlagan joyingiz, yer yuzini xohlagan joyida, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar buni tayyorlasangiz bo'laveradi. Ham nima desam, semirtirib yubormaydi odamni. Birinchidan, ikkinchidan taom yegingiz kelmaganda, qanaqadir boshqa davlat taomlarini yegingiz kelmaganda yoki o'zimizning davlatimizda o'tirib nima pishirishni bilmasangiz, ikkilanib turgan bo'lsangiz, albatta buni tayyorlab ko'ring. Judayam mazali, mazza qilib yeysiz. Buni sog'inib yeysiz. Undan keyin kartoshkadan sabzi, manti, xonim tayyorlasangiz ham bo'ladi. Men unaqa manti, xonim semirtirib yuboradigan narsalarni qo'ymadim. Kartoshkadan nima desam, dietadagilar uchun qulay bo'lgan videolarni olib, mana bugun YouTube'ga joyladim. Bularni xohlaganingizni ko'rib, tomosha qilib, tayyorlab yesangiz bo'ladi. Xohlasangiz tuxum aralashtirganini, xohlasangiz sir aralashtirilganini, xohlasangiz qaynatilganini, xohlasangiz qovurilganini, xohlasangiz duxovkada pishganini, xohlaganini yesangiz bo'laveradi. Kartoshka odam organizmiga foydalari judayam ko'p. Azizlarim, men buni hammasini to'plab montaj qilaman deb qarasam 17 daqiqa bo'pti. Aylanib ketay. 17 daqiqa men bularga nimani gapiraman dedim-ku, odamni lekin ichidan gap qaynab chiqaveradi. Men o'zim hozir Turkiya davlatida yashayapman. Shuning uchun bilasizlar, o'zbegimizni hamma davlatda ham o'zini o'rgangan taomlari bor. Turkiyaga kelgan vaqtim ham men ham bu yerda birinchi bo'lib taomlariga o'rgana olmay qanday yerkan bular bu taomda, bular ko'pincha o'tli narsalar, ismaloq o'zimizda bo'ladi-ku, bizda ham bor. Bizda misol uchun ismaloqdan samsa, manti tayyorlab yesak, bular o'zini qovurib yeydi. Ana shuning uchun taomlariga o'rgana olmadim-da. Ana shu o'rganib ketgunimcha o'zim ham kartoshkani judayam ko'p internetga kirib, ko'rib, ba'zi paytlar kotletini tayyorlardim, ba'zi paytlar qovurib yerdim. Shunaqa qilib kartoshka yeganman, tuxum yeganman. Tuxum bilan kartoshkani xohlagan davlatlaringizda topib, ana shunaqa qorningiz och qolgan vaqti yoki ovqatini yeya olmagan vaqtingiz bemalol tayyorlab yesangiz bo'laveradi. Chunki ularda ham o'zgacha bir antiqa, masalan Turkiyada marjimak, yana bir narsalari bor-ku, ularni men misol uchun yeya olmayman. Hozir ham u marjimagini yeya olmayman-da. O'sha paytlarda o'shanaqa men ishlaydigan joydagilar o'shanaqa taom tayyorlab yeylik desa, men o'zimga albatta kartoshkadan kotlet yoki biror nima tayyorlab olaman. Tezda, ham birinchidan tez tayyor bo'ladi, ikkinchidan osongina, ham to'yimli bo'ladi. Shuning uchun azizlarim, sizlarga maslahat beraman, albatta kartoshkani ko'p tez iste'mol qiling.
mana kartoshkadan mana shunaqa bitta narsa. Buni men o'zim ham tayyorlab ko'rdim. Bu ham ajoyib chiqar ekan, zo'r chiqadi. Men o'zim bilasizlarmi, mana shu talqonni qanday tayyorlayman. Nonni uyda qolib ketgan nonlarni hammasini duxovkaga tiqib qo'yaveraman. Bir kuni hammasini qotiraman-da, nimaga qo'yib, duxovkaga qo'yib, qotirganimdan keyin ezib o'zim talqon tayyorlayman. U ham ajoyib chiqadi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Uydan qolib ketgan nonlarni bekor nimaga otib yuborgandan ko'ra, musorga otib nima qilgandan ko'ra, endi ular ham o'g'il bo'lmaydi. Musordan ham kimdir keladida tovuqlar uchun, mollar uchun olib ketadi, lekin baribir men ularni yig'amanda qotirib, mana shunaqa talqon qilib qo'yaman. Talqon qilgandan keyin uni xohlagan narsangizga ishlatsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz kotletga ishlatasiz. Xohlasangiz biror nima pishirishdan oldin talqonga bo'lib pishirsangiz, u ham o'zgacha chiroy beradi, o'zgacha ta'm beradi. Nonni qolib ketgani ham, qotgani ham xullas kalom foydali. Uni ham tashlab yubormaslik kerak. Menimcha endi shunday, tashlab yubormasdan, o'g'il qilmasdan men ana shunday qilib ishlataman. Xullas kalom azizlarim, bizda shunaqa gaplar. Mana bu yerda chipsilar tayyorlagan, hamma narsa azizlarim kartoshkadan. Nima yeyishni xohlasalaring bemalol tayyorlab yesalaring bo'laveradi. Bu internetda hamma narsa tayyorlaydi. Mana sirli, bu sirlini tayyorlab ko'rdim. Sir yaxshi ko'radiganlar buni tayyorlab ko'ringlar. Ajoyib chiqadi. Nima desam, bu borku qorin to'yishi uchun emas, nimaga yaxshi. Bironta film bugun misol uchun men o'zim serialda ko'p ko'raman, vaqt o'tsin deb. O'zi oldindan umuman serial ko'rmasdim. Vaqt o'tsin deb serial tomosha qilamanda, shu tomosha qilishdan serialim bo'layotgan kuni, haftaning 3 kunida serial bor. Serialim bo'layotgan kuni men shunaqa qilib hamma narsalardan bir narsalar tayyorlayman. Men shu narsani ham tayyorlab ko'rganman bir kun, juda ham mazali chiqqan. Men mana shunaqa kukuruzli bir narsalarni o'rniga hammasiga talqon ishlataman xullas qilib. Keyin buni qo'yib ermakka televizor ko'rayotganda, kino ko'rayotganda, serial ko'rayotganda yesangiz mazza narsa, ajoyib yoqimli narsa. Mana bu nimalar ham yaxshi. Nima oti? Trubuchka bor-ku, kartoshkadan trubuchka qilasiz. Buni chipsi qilgandan ko'ra trubuchka qilsangiz, nima desam, u ham shu nima oti, bekor o'tirgan paytingiz ermak qilib yeyishga juda ham yaxshi narsa. Buni ham albatta tayyorlab ko'ring. Ichiga zelen xohlasangiz, sabzavotlar aralashtirsangiz bo'laveradi. Men albatta hammasiga qachon kartoshkadan nima tayyorlasam, pyure tayyorlasam ham albatta sabzi bir dona bo'lsa ham sabzi qo'shaman. Chunki sabzini o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Nima uchun? Sabzi nima desam, qanaqadir shirin ta'm beradi. Sabzini mazzasi boshqacha. Sabzi bilan men ukrop, shvetsiz. Umuman hech birini tayyorlamayman. Hamma tayyorlagan narsalarimning ichida sabzi nima bo'ladi? Ukrop albatta bo'ladi. Bilmadim, men uni yaxshi ko'rganim uchunmi, ana shunaqa qilib tayyorlab yeyman. Endi mana buni ham tayyorlab ko'ringlar. Bu nima desam, bu dietadagilarga juda ham yaxshi narsa ekan. Buni ham o'zgacha ta'mi bor, lekin buni ta'mi menga uncha yoqmadi. Nima uchunligini bilmayman. Buni ham tayyorlab ko'rdim. Bu nima desam, ichiga hech narsa solinmagani uchunmi bilmadim. Uncha menga yoqmadi, lekin buni ham o'zgacha ta'mi bor. Ba'zilar kartoshkani o'zini yeyishni yaxshi ko'radi. Bolgarskiy, misol uchun zelenni yemaydiganlar uchun juda ham mazali narsa. Antiqa. Buni ham albatta tayyorlab ko'rishlaringni maslahat beraman. Buni ham bir o'zgacha ta'mi bor. Bu chipsi. Buni endi hamma biladi. 1 kilogramm kartoshkani olasiz, tozalaysiz-da, chipsi tayyorlaysiz. Buni ayniqsa yosh bolachalar juda ham yaxshi ko'radi. Uyingizga mehmon kelishidan oldin buni albatta tayyorlab ko'ring. Buni achchiq solib tayyorlagan. Men bir kun buni tayyorlab ko'rdim, achchiq solib tayyorlab ko'rdim. Bu lekin yosh bolasi borlarga bo'lmaydi. Nima uchun deganingizda, bu achchiq chiqib qoladi. Mana bu qalampirni achchig'i kartoshkani ichiga kirib ketadi-da. Lekin buni ko'rinishi juda ham ajoyib. Antiqa. Buni tayyorlagan vaqtingiz, masalan, qayergadir ketasiz, mayovkaga ketyapsiz yoki bilmadim, piknikka chiqyapsiz, o'sha paytlar tayyorlasangiz, bu juda ham ermakka yaxshi narsa-da. Hangoma qilib, dugonalaringiz bilan, o'rtoqlaringiz bilan hangoma qilib ketayotgan vaqtingiz, bu trubuchka, keyin mana shunaqa teshik kulchaga o'xshagan narsa. Buni ham achchiq qilib tayyorlasangiz bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi.
Mana shunday qilib olasizda, yog'da qovurib olasiz. Bu juda ham oson, umuman qiyin joyi yo'q. Buni shu mayovkaga ketishdan oldin yoki nimaga piknikka chiqqan vaqtingiz tayyorlasangiz mazali narsa. Azizlarim, kartoshkadan shunchalar ko'p taomlar bor ekan. Men buni oldin ham bilardim-ku, lekin misol uchun kartoshkadan manti, sabza shunaqa narsalarni ko'p qilardim. Hozir endi dietada bo'lganim uchun internetga kirib qaradimda, aytdim, "Oho, kartoshkadan shuncha ko'p taomlar tayyorlasa bo'lar ekan." Anavi ayniqsa dietada yurganlar, nima desam, nima yeyishingizni bilmaysiz, nimadir xohlaysiz, lekin ba'zida sho'r narsa xohlaysiz, kartoshkani qaynatib, ba'zida achchiq narsa xohlaysiz. Qalampir solib, xohlasangiz tuzini ko'proq solib, trubichka qilib yeb o'tirsangiz bo'lar ekan, xuddi sirniy palichkadek bo'ladi. Juda ham mazali. Xullas kalom do'stlarim, ana shunaqa gaplar bizda. Mana buni ham tayyorlab ko'rsalaring juda ham mazali. Mana shunaqa bo'ladi. Bu ham juda ham mazali narsa. Uydagilaringni hayratlantirib, misol uchun qanaqadir boshqacha taom yegingiz keladi, bir kun boshqacha taom yegingiz keladi. Nimadir yegingiz kelgan vaqtlari mana shunaqa har xil kartoshkadan hamma narsalar tayyorlab, misol uchun bir marta 3-4 ta kartoshkandan qaynatib 3-4 xil narsa nima qilsangiz bo'laver ekan. Birini sho'rroq qilasiz, birini achchiqroq qilasiz, biriga hech narsa solmaysiz, birini duxovkada pishirasiz, birini qovurasiz. Nima desam, har xilcha taom tayyorlasangiz bo'lar ekanda. Mehmon kutganda ham shunday, xuddi shunday. Mehmon kutganda ham dasturxoningizga chiroy bo'lardi. Har xilcha qilib tayyorlab qo'ysangiz bo'laveradi. Bittasini trubichkali qilasiz, bittasini teshik kulchali qilasiz, bittasini xuddi kotlet qilib tayyorlab, mana shunaqa qolipchalaringiz bo'lsa, qolipchalarga joylab tayyorlasangiz, bu ham mehmon dasturxoniga juda ham ko'rk beradi. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Buni qolibingiz bo'lmasa ham tayyorlasangiz bo'laveradi. Qo'lingizda o'zingiz nima qilasiz? Formasini berasiz. Xohlasangiz 3 burchak, xohlasangiz 4 burchak, xohlasangiz yumaloq. Juda ham mazali, juda ham chiroyli bo'ladi. Menimcha ana shunday. Ko'pchilik masalan mehmon kutganda go'shtli taomlar tayyorlaydi, uyat bo'ladi, boshqa narsadan qilsak deydiganlar uchun bu juda ham ham chiroyli, ham yeyishli narsa. Masalan, har doim ham odamni joni go'sht xohlayvermaydi-ku. Kartoshka ba'zida misol uchun kartoshka xohlaydi, ba'zida baqlajon, ba'zida boshqa narsa xohlaydi. Bizda bilasizlar, ko'pincha nima tayyorlaydi? Hamma deyarli ko'pincha emas, har doim hamma go'sht tayyorlaydi dasturxonga. Boshqa narsa tayyorlasak uyat bo'ladi deb, yo'q, kartoshkani mana shunaqa qilib har xilcha qilib tayyorlasangiz, bu ham o'zgacha dasturxonda ko'rki bo'ladi. Azizlarim, bularni albatta tayyorlab ko'ring. Misol uchun mana shunaqa fre qilasizda, freni yarimini olib qo'yasizda, qalampirli suvga solsangiz, ana qalampirlarni kartoshka fre shimib oladi-da. Qalampir solinmaganini yosh bolalarga berib, o'zingiz qalampir achchiq yaxshi ko'rgan insonlar bemalol achchig'ini yeb, bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi. Endi kartoshkadan ayniqsa qilsangiz, kartoshkani qaynatib men nima qilaman? Xuddi KFCga o'xshab ketadigan narsada achchiq, murch, hamma narsa un solasizda, buni nima qilasiz? Xohlasangiz zelin solasiz, xohlasangiz nima solasiz? Nima deydi ota uni? Sabzavotlar. Bolgarskimi, nima xohlasangiz solib, mana shunday qilib aralashtirib olasizda, buni xohlagan uslubingizda nima qilsangiz bo'laveradi-da. Nima desam, xohlagan uslubingizda shakl bersangiz bo'laveradi. Bu ham bitta dasturxonda ko'rki bo'ladi. Ayniqsa mehmon kutadiganlar, yosh kelinlar buni tayyorlab ko'rsalaringiz, bu ham dasturxonga o'zgacha bir ko'rk beradi. Hamma narsa farshdan, hamma narsa go'shtdan bo'lavermaydi-ku. Misol uchun, uyingizda go'shtingiz yo'q, kartoshkani shunday olasizda, o'zingizcha uyda o'tirib shakl berasiz. Mehmon kutyapsiz, opangizni, singlingizni, qanaqadir mehmon, bitta, ikkita keladigan mehmonlar bo'lsa, ularni hayratlantirish uchun buni yasasangiz, bu ajoyib narsa bo'ladi. Qo'yasizda, 2 kishi o'tirib, hangoma qilib, bemalol achchiqini soslar bilan yesangiz
judayam mazali narsa. Bularni albatta tayyorlab ko'ring, xohlaganingizda azizlarim. Xohlasangiz unisini, xohlaganlar bunisini. Misol uchun nima emas, nima desam, ermakda nima tayyorlashni bilmay o'tirganlar uchun judayam yaxshi, judayam mazali narsalar bular. Men bularni ko'pchiligini tayyorlab ko'rdim. O'zim dietada bo'lganim uchun o'zim non yegim hozir uncha kelmaydi. Kelganda ham kam yeyman. Yesam ham ertalablari yeyman obedgacha. Keyin obeddan keyin misol uchun nimadir taom yegim kelib qolsa, ovqat yegim kelib qolsa, shappa turamanda kartoshkani shundoq qaynatamanda, ichiga uyda nima bo'lsa shuni solaman. Sir bo'lsa sirni solaman, zelin bo'lsa zelin solaman. Nima bo'lsa shuni solamanda duxovkaga shuni tiqib olaman yoki qovurib olaman. Yoki nimani skоворodkani ustini past qilib yoqib qo'yamanda, misol uchun yarim soat o'tmaydi-yu, 20 minutlardan keyin borib qarasa qizargan bo'ladi, og'darib qo'yamanda, mana shunaqa narsalar tayyorlab olaveraman bemalol. Endi bu nima edi oti, kartoshkani ichiga qiyma solib tayyorlaymiz. Bu ham ajoyib chiqadi azizlarim. Buni qiymani, go'shtni yaxshi ko'rganlar albatta tayyorlab ko'ring. Bu go'shtni bilasizmi? Ichiga go'shtni emas, boshqa narsa solsangiz ham bo'laveradi. Nimani yaxshi ko'rsangiz, faqat go'sht bo'lishi shart emas. Misol uchun bahor oyidasiz, ismaloqni ichiga pidanani aralashtirib, agar undan taom qilsangiz, xamirli taom, semirib ketaman yoki erinayapman deganlar uchun buni 20 minutda tayyorlab tashlasangiz bo'ladi. Kartoshkani qaynatasiz, o'zi kartoshka pishgan. Ismaloq tez pishadi. Ustiga sirni shundoq qo'yasizda, duxovkaga yuborib olsangiz 20 minutda tayyor bo'ladi. Juda ham oson taom, ham chiroyli, ko'rinishi chiroyli, ham nima desam, bir yangilik. Har doim bir xil taom yeyvermaysizda, har xil bo'ladida. Ichiga mana qiymalarni mana shunday qilib yumaloq qilib solib chiqasizda, mana shu atrofini berkitib chiqasiz. Buni albatta tayyorlab ko'ring, juda ham tez tayyor bo'ladi. Ustiga nima qo'yasiz xohlasangiz? Nima desam, buni pishib chiqaman deganda pishishdan oldin 5 minut qolgandami sir qo'yasizda, pishirib olasiz qaytadan. Sirlar eriganchada juda ham mazali chiqadi. Buni albatta tayyorlab ko'ring azizlarim. Bu taom menga juda ham yaxshi yoqadi, chunki men o'zim nimani yaxshi ko'raman? Nima edi oti? Qiymani. Farishni yaxshi ko'rganim uchun mana shunday qilib bu pishib chiqdi o'zi. Faqatgina endi buni 5 minut nimaga qo'yib olamizda, siri erishi uchun. Mana tayyor bo'ldi azizlarim. Bu taomni albatta tayyorlab ko'ring. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sog' salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.